Do'stlar, mana begemot tuxumining ichidan nima chiqar ekan, qani? Begemot. Do'stlar, bugun sizlarga o'rdakli tuxumi, tuyoqchi tuxumi, begemot tuxumini olib keldim. Qani yeb ko'ramiz ichidan nima chiqar ekan. O'rdakli tuxumidan boshlaymiz. O'rdakli tuxumini mana ko'ryapsizlar. Yo, mana shunaqa qilib ochib yeying deyishgan ekan mana. Yo. Mana uni qaranglar, o'rdakli tuxumini ichidan mana bunaqa tarkibon chiqdi. Dinozavr. Tuyoqchi tuxumini yeb ko'ramiz, ichidan nima chiqar ekan. Mana qaranglar. Mazasi kattasiniki mazaliroq ekan. Ustida ishkalatidan ko'ra mana bunisi qiziqroq, to'g'rimi? Yo. Chota bugun omad keldi. Do'stlar, tuyoqchi ichidan mamont chiqdi, mamont. Keyin g'ildirayli ekan, qaranglar. Do'stlar, mana begemot tuxumining ichidan nima chiqar ekan, qani? Asosiysi. Begemot tuxumini. Chota, bugun boru haqiqatda yomon narsalar chiqdi. Do'stlar, begemot ichida mana buni qaranglar, kichkina qizchalarda orzus chiqdi-yu. O'rlab turan. Nima edi buni? Mana multfilm qahramonining ismini bilganlar komment yozib qoldirib qo'yinglar. Bu videoga like bosib qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar.